Dünya özünün adaqı tınıqlarida. Qiyomatning cho'ng kichik alomatlari. Avtori Doktor Muhammad Al-Arifi. Tarjima qilguvchi Sajiya tarjima mahoratini o'stirish sinfi o'quvchilari. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri Doktor Abdul Aziz Rahmatullah A9. Korrektori Abduvali Abliz Muhammad Barat. Lahiyaligüchi A Axun. 131. Mahdining chiqishi. Zaman oxirida fasodchilik ko'payib, zulm keng tarqalib, kuchliklar ojizlarning haq-huquqlarini dafsanda qilib, yomon kishilar ustunlikka erishsimi, mu'minlar zaminni qoplagan zulmatni yo'q qilib etadigan yangi bir tongni kutib turishidi. Andin Alloh taolo Mahdi Muhammad ibn Abdullohning chiqishiga izn qiladi. Mahdi degan kim? Uning chiqish sababi nima? Qayerdan chiqadi? U hozir mavjudmi? Nima ish qiladi? Uning agashkichilari kimlar? Mahdi degan so'zni anglash bilanla mana yuqorqiga o'xshash nurg'un savollar kallamizga keladi. Biz bu savollarga tuvanda aniq va ixcham qilib javob bermoqchimiz. Uning ismi va nasabi. Uning ismi Muhammad ibn Abdullah bo'lib, Hasan ibn Ali radhiyallohu anhumaning naslidan, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qizi Fatima radhiyallohu anhaning avlodidandir. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Navoda dunyoda qiyomatga bir kunla qolgan bo'lsa-mu, Alloh u kunni toki mendan yoki mening ahlimdan bo'lgan ismimga, dadasining ismimi dadamning ismiga o'xshaydigan bir kishini avatgucha uzartgan bo'ladi. Uning chiqish sababi: oxir zamonda bir salih kishi chiqadi. Uning chiqishi fitna fasodning tarqalishi, gunohlarning ko'payib ketishi, zulmning og'irlashishi va odillikning ozlab ketishidan keyin bo'ladi. U shundoq bir kishiki, Alloh taolo uning qo'li orqali bu ummatning holini isloh qiladi. Bu kishi ahli sunnatga Mahdi ismi bilan tonilib, kishilar uning atrofiga to'planadi va mu'minlarga bir qancha janglarda qo'mondonlik qiladi. U qo'mondon va hukmron bo'ladi. Uning sifati: Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Mahdi mendan, ya'ni mening naslimdan, bu uning nasabidir degandan keyin uning yaralish sifatlarini tilga olib, uning manglining chechi az, qansharliq keladi. U 7 yil hukm surib, zulm va haqsizlik bilan to'lgan yer yuzini adolat va insof bilan to'ldirdi degan. Uning hukmronligining muddati haqidagi bayon keyin keladi. Va yana uning sifatlaridan biri, uning ismi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ismiga, dadasining ismi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning dadasining ismiga o'xshash Muhammad ibn Abdullah bo'lishidir. U Hasan ibn Ali radhiyallohu anhumaning naslidan bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ahli qatoridandir. Uning Hasan radhiyallohu anhuning naslidan bo'lishining hikmati: Hasan radhiyallohu anhu dadasi Ali radhiyallohu anhuning shahid bo'lishidan keyin xalifalikka tayinlandi. Shuning bilan shu vaqtda musulmonlarga 2 amir, xalifa bo'ldi. Biri Hasan radhiyallohu anhu bo'lib, u Iroq, Hijaz va uningdan boshqa joylarda. Yana biri Muaviya radhiyallohu anhu bo'lib, u Sham va uning atrofidagi rayonlarda. Hasan radhiyallohu anhu 6 oy hukmronlik qilgandan keyin hech qanday bir dunyoviy manfaatni ko'zlamasdan xalifalikni Muaviya radhiyallohu anhu ga o'tkazib berdi. U buni faqatla Alloh rizoligi uchun musulmonlarni bir hokimning hukmronligi ostiga yig'ish va behuda qon to'kilishdan saqlanish maqsadida qilgan bo'lib, Alloh uni mushu sababli mukofotladi, ya'ni Mahdini uning naslidan qildi. Kimki Alloh roziligi uchun bir narsani tark etadigan, Alloh taolo uningga yoki uning avlodiga tark etgan narsadan ko'proq narsani berdi. Uning hukmronligining muddati: u musulmonlarga 7 yil hukmronlik qiladi. U hukmronlik qilgan mezgilda zamin uningdan ilgari jabr va zulmga to'lganining aksicha adolatga to'ladi. Ummat uning davrida nihoyat rohat farog'atda yashaydi. Zamin mahsulotlarini chiqarib turadi, yomg'ir yig'ib turadi va mol dunyo haddi hisobsiz bo'ladi. Bu to'g'risidagi hadislar keyin keladi. U qayerdan chiqadi? Mahdi Muhammad ibn Abdullah mashriq tarafdan chiqadi. U chiqqan chaqda o'zi yolg'iz bo'lmaydi, balki Alloh taolo uningga mashriqdan bo'lgan kishilar bilan madad beradi. U kishilar uning bilan birga dinning ig'irchiligini ko'taradi va din yo'lida jihad qiladi. Bu to'g'risida hadis kelgan. Uning chiqish vaqti: oxir zamonda kishilarning ahvoli parokanda bo'lib ketganda, xalifalarning avlodlaridan bo'lgan 3 kishi Ka'baning baylig'ini deb o'zaro urushidi. Ularning hammasi uningga erishishni xohlaydi, lekin ularning birortasimi uningga erisha olmaydi. Mushu vaqtda Mahdi Makkada chiqadi va kishilar orasida mashhur bo'ladi. Andan Ka'baning yanida kishilar uningga amr farmoniga bo'ysunish, itoat qilish va agishishga bay'at qiladi. Savban radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: 3 kishi sizlarning bayliqinglarni deb urushidi. Ularning hammasi xalifalarning o'g'illaridir.
Andan keyin boyliq ularning birarsiga tegmaydi. Andan keyin mashriq tarafdan qora bayroqliqlar chiqib, sizlarni hech qanday bir qavm o'ltirmagan usulda o'ltiradi. Andan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir narsalarni deganida, men ularni esimga ololmadim. Andan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, agar sizlar uni, ya'ni Mahdiyni ko'rsanglar, qor muz ustida o'milab bo'lsa-mu bay'at qilinglar dedi. Hadisning sharhisi. Ularning hammasi xalifalarning o'g'illari. Ya'ni ular 3 kishi bo'lib, ularning har birining agashquchilari bor. Ulardan har birining dadasi podshoh bo'lib, dadasining podshohligiga o'xshash podshohlikni talab qiladi. Sizlarning bayliqinglar. Ba'zilar bu Ka'baning bayligi bo'lib, Ka'baning ostidagi oltin va har xil bayliqlardir desa, ba'zilar podshohlik, hukmronlik va xalifalikdir degan. Yana ba'zilar Furat daryosidan ichilib qoladigan oltin tog'dir degan. Mahdiyning Makkada o'ttirg'a chiqishi bilan qora bayroqliqlarning mashriqdan, ya'ni Xurosondan chiqishini qanday tushunamiz? Nima uchun Mahdiy ko'taradigan bayroq qora ranglik bo'ladi? Ibn Kasir mundaq degan: Onunğa məşriqdən bolğan kişilərinin yardımı bilan madad beriladi. O kişilər onun hökmranlığını turğuzub, hökmranlığının uğulunu çantıdı. Onlarning bayroqlari qora bo'ladi. Qora rang hayvati bar rangdir. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bayrog'i qora bo'lib, Uqab deb ataladi. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Ummatimning oxirgi kishilar ichida Mahdi chiqadi. Allah Taala onunğa foydali yomg'ir avatidi. Zimin o'zining mahsulotlarini beradi, mol dunyo kishilar orasida barobar taqsimlanadi. Mol chorvalar ko'paydi va ummat zo'raydi. U hukmronligida 7 yil yoki 8 yil yashaydi. Yana bir rivoyatda Mahdidan keyin hayotlikda yaxshilik qolmaydi deb kelgan. Mana bu Mahdining vafotidan keyin yomonlik va cho'ng fitnalarning yana bir qatim yuz berdiganligiga dalolat qiladi. Imom Ibn Baz rahmatullohi alayhi mundaq degan: Mahdining ishi hammaga ma'lum. Bu to'g'risidagi hadislarmi ko'p. Balki bir-birini kuchlantirganlikdan mutawatir deyishga bo'ladi. Bir qanchalagan ahli ilmlar u hadislarni rivoyat qilinish yo'llarining ko'pligi, jarayonining, iboralarining, raviylarning va sahobalarning o'xshamasligi tufayli ma'ni jihatdan mutawatir deb bayon qilgan. Bu hadislar haqiqatan mushu va'da qilingan shaxsning ishining rostligi va chiqishining haq ekanligini ko'rsatadi. Bu shaxs bo'lsa Hasan ibn Ali radhiyallohu anhumaning avlodlaridan bo'lgan Muhammad ibn Abdullahdir. U oxir zamonda Alloh taoladan bu ummatga bo'lgan rahmatdir. U chiqib adillik va haqni turg'izadi, zulm va jabrni to'sadi va shundaqla Alloh taolo u orqali bu ummatga adillik, hidoyat, tavfiq va kishilarni to'g'ri yo'lga boshlash qatorliq taraflardan yaxshilik ato qiladi. Mahdi to'g'risida kelgan hadislar. Mahdining chiqadiganligiga dalil bo'ladigan nurg'un sahih hadislar kelgan bo'lib, bu hadislar tuvandagidek ikki turga bo'linadi. Biri Mahdi ochiq tilga ilingan hadislar, yana biri faqat uning sifatida tilga ilingan hadislar. Men bu yerda bir qism hadislarni tilga olaman. Bu hadislar Mahdining oxir zamonda chiqishining qiyomat alomatlaridan ekanligini isbotlashga yaraydi. Mahdi to'g'risida kelgan hadislarning soni 50 bo'lib, ularning ba'zilari sahih, ba'zilari hasan, yana ba'zilari ojiz hadislardir. Sahabeler ve tabiinlerden kelgan asarlarning soni bo'lsa 28dir. Safarini, Siddiq Hasanxon, Hafiz Abri qatorliq Mahdi to'g'risidagi hadislarning mutawatirlik darajasiga yetadiganligini tilga olgan. 1. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Ummatimning oxirgi kishilari ichidan Mahdi chiqadi. Allah onunğa foydali yomg'ir avatidi. Zimin o'zining mahsulotlarini beradi. Mol dunyo kishilar orasida barobar taqsimlanadi. Mol chorvalar ko'paydi va ummat zo'raydi. U hukmronligida 7 yoki 8 yil yashaydi. 2. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Men sizlarga Mahdi bilan xush xabar beraman. U kishilar firqlarga bo'linib ketgan va ko'p yer tavrashlar bo'lgan vaqtda avatilib, zulm va haqsizlik bilan to'lgan yer yuzini adolat va insof bilan to'ldiradi. Osmon va zamin ahli uningdan rozi bo'ladi. Mol dunyoni kishilar orasida barobar taqsimlaydi. Alloh taolo ummati Muhammadning qalblarini uning adolatiga liq to'ldiradi. Hattoki u jakarchini buyuradi. Jakarchi kimning mol dunyoga hojati bor deb jakarlaydi. Shuning bilan kishilarning ichidan faqatla birli kishi javob qaytaradi. Andan Mahdi uningga xazinchining qashig'i berib, uningga Mahdi seni menga mol berishga buyurdi degan deydi. Shuning bilan xazinchi uningga xohlaganingcha ol deydi. Hattoki u oldiganini elib bo'lganda pushaymon qilib, men Muhammad alayhissalom ummatining ichida o'z nafsiga eng cho'g' tortadigan kishi bo'ldim. Men ulardek bo'lolmadim deb olganini qaytarib berdi. Lekin uning qaytarishi qabul qilinmasdan, balki uningga biz bergan narsamizni qaytarib olmaymiz deyiladi.
7 yoki 8 va yoki 9 yil ashuningga o'xshash bo'ladi. Andin Mahdidan keyin hayotda yaxshilik qolmaydi. 3. Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Mahdi bizdan ahli baytdan bo'ladi. Alloh uni bir kechada loyiq qiladi. Allah uni bir kechada loyiq qiladi. Ya'ni xalifalikka tayyorlab maqomini ko'taradi deganlik bo'lishi mumkin. 4. Ummu Salama radhiyallohu anha rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Mahdi mening naslimdan, Fatimaning avlodidandir. 5. Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Isa alayhissalom tushidi, ularning amri Mahdi uningga bizga imom bo'lib namoz o'qib bersinlar deydi. U, yo'q, o'zinglarning amrisilar. Mana bu Allohning bu ummatni izzatligidir deydi. Bu hadis Dajjalning Mahdining zamonasida chiqadiganligi, ondan Isa alayhissalomning Dajjalni o'ldirish uchun tushadiganligi va Mahdining davomli mu'minlarning yo'lboshchisi bo'lib, Isa alayhissalom va boshqa mu'minlarning Mahdining orqasida namoz o'qiydiganligini ifodalaydi. 6. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Isa ibn Maryam iqtido qilib namoz o'qiydigan kishi bizning ichimizdan chiqadi. Buningdan Mahdi kishilarga imom bo'lib namoz o'qib beradiganligi, Mahdiga iqtido qilib namoz o'quvchilar orasida Isa ibn Maryamning bo'ldiganligi maqsad qilindi. 7. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Navoda dunyoda qiyomatga bir kunlik qolgan bo'lsa-mu, Alloh u kunni toki mendan yoki mening ahlimdan bo'lgan ismimga, dadasining ismimi dadamning ismiga o'xshaydigan bir kishini avatguncha uzartgan bo'ladi. Demak, Mahdining ismi Muhammad ibn Abdullah. Bu hadisda Mahdining ismi Muhammad ibn Hasan al-Askari deb da'vo qilayotgan shialarga qarshi raddiya bor. Yana bir rivoyatda dunyoda qiyomatga bir kun qolgan bo'lsa-mu, Alloh mening ahli baytimdan bo'lgan bir kishini avatidi. U kishi zulm va haqsizlik bilan to'lgan yer yuzini adolat va insofga to'ldirdi deb kelgan. Yana bir rivoyatda ismi mening ismimga o'xshaydigan, mening ahli baytimdan bo'lgan bir odam arablarga podshoh bo'lmoqcha zaman oxiri bo'lmaydi deb kelgan. Arablarga podshoh bo'lmoqcha, ya'ni arab bo'lsin yoki ajam bo'lsin, barliq musulmonlarga podshoh bo'lmoqcha deganlik bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisda bu odam arablardan maydoniga kelib, Makka Madinada chiqadi. Shuning bilan Makka Madinadagi arablar, uningdan keyin boshqa musulmonlar bu odamga ergashgachga arablarni tilga olgan bo'lishi yoki bo'lmasa har bir musulmon Qur'on o'qiganligi va arab tilini biladiganligi nuqtasidan arab doirasiga kiradi. 8. Zir ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Ismi mening ismimga o'xshaydigan, mening ahli baytimdan bo'lgan bir odam kelmaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi. 9. Ali radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Navoda davrdan faqat bir kunlik qolgan bo'lsa-mu, cho'qim Alloh taolo zulm va haqsizlik bilan to'lgan yer yuzini adolat va insof bilan to'ldiradigan mening ahli baytimdan bo'lgan bir odamni avatadi. Yana bir rivoyatda Navoda bu dunyodan faqat bir kunlik qolgan bo'lsa-mu, cho'qim Alloh taolo zulm va haqsizlik bilan to'lgan yer yuzini adolat va insof bilan to'ldiradigan bir odamni aramizdan avatadi deb kelgan. Mana bu hadislarning hammasi Mahdining Muhammad ibn Abdullah ekanligiga, shundaqla uning ismi va sifatlariga ochiq dalildir. Yuqorqilardan boshqa Mahdi masalasi haqida bo'lishi mumkin deb qaraladigan tuvandagidek bir turkum hadislar bor. 10. Said al-Jaliri rivoyat qiladi-ki, Abu Nazra mundaq deydi: Biz Jabir radhiyallohu anhuning yonida o'ltiratdik. Jabir radhiyallohu anhu mundaq dedi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam pat arada Iroq ahliga ya qafiz ya dirham elib kelinmaydi dedi. Biz bu narsalar nadin keltiriladi desak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ajamlar tarafidan keltiriladi. Ular bu narsalarni cheklaydi dedi. Ondan pat arada Sham ahliga dinar va mudi elib kelinmaydi dedi. Biz bu narsalar nadin keltiriladi desak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Rumliqlar tarafidan keltiriladi deb javob berdi. Ondan birdam jim turib etib, mening ummatimning oxirgi davrlarda bir xalifa maydoniga keladi. U pul molni sanamay uchumlabla ulashtirib beradi dedi. Said al-Jariri mundaq deydi: Men Abu Nazra bilan Abul Alaga sizlar u xalifani Umar ibn Abdul Aziz deb qaramsizlar desam, ular yo'q deb javob berdi. Mana bu hadislar shu davrda fatihlar va g'animatlar ko'p bo'lganlikdan barliq kishilarga yaxshilikni ko'p qiladiganligi va saxiyligi bilan mashhur bo'ladigan Mahdini ochiq ko'rsatib berdi. 11. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uxlab o'tib cho'chib ketdi. Uyg'ongandan keyin
ey rasululloh, uyqularida cho'chib ketdilar, ilgari bundoq bo'lib boqmagandilar desam, rasululloh haqiqatan g'alati tush ko'ribdiman. Ummatimdan bir turkum kishi Baytullohga kirib panohlanib olgan Qurayshlik birining sababi bilan Baytullohni chiqib o'tishni ko'zlab yo'lga chiqib, bir daloga kelganda hammasini yer yutib ketibdi dedi. Biz, ey rasululloh, yo'lda boshqa insonlarmi bor emasmi deb so'ragan edik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq, ularning orasida bilib turib qasddan chiqqanlar, majburiy chiqqanlar va ular bilan munosabati bo'lmagan yo'lovchilarmi bor bo'lib, Alloh taolo hammasini birli kunda bir-biridan farqli tirildirdi dedi. Bu qo'shinning hammasini yer yutib biroqla halok bo'ladi. Ular qiyomat kuni xilma-xil holatlarda bo'ladi. Ular amal va niyatlariga qarata birisi jannatga, yana birisi do'zaxga kiradi. 12. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Hajar Asvad bilan maqomi Ibrohimning orliqida bir kishiga bay'at qilinadi. Baytullohni faqat uni buzadiganlarla buzadi. Ular o'tirg'a chiqqanda arablarning halokatga yuzlanganligidan gap ochsangmi bo'ladi. Andan keyin Habashlar kelib Baytullohni qayta yasag'anib bo'lmaydigan darajada vayron qilib etadi. Uning ostidagi boyliqni chiqarib oldiganlarmi ana shulardir. 13. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Maryam o'g'li Isa alayhissalom aranglarga tushganda, imominglar yanada sizlardan bo'lsa, qancha xush bo'lib ketarsizlar. Bu yerda imom degandan Mahdi Muhammad ibn Abdullah ko'zda tutiladi. Chunki 5-numurliq hadis buni aniq ko'rsatadi. 14. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Ummatimdan bir bo'lak kishilar qiyomat kunigacha haq ustida mustahkam turib, g'alaba qilgan holda dushmanlarga qarshi jang qilib turadi. Andan eng oxirgi toifa orasiga Maryam o'g'li Isa tushidi. Uninga ularning amiri bu yoqqa kelsilar, bizga imom bo'lib namoz o'qib bersilar deydi. U, yo'q, ba'zinglarning amirsilar. Mana bu Allohning bu ummatni izzatligidir deydi. Bu hadisda yana ularning namozdagi imomining Mahdi ekanligi maqsad qilingan. İsa alayhissalomning Mahdiyning keynida namoz o'qiganligi Mahdiyning İsa alayhissalomdan ulug' ekanligini ko'rsatib bermaydi. Masalan, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lish oldidagi kasalligida Abu Bakr radhiyallohu anhuning keynida namoz o'qigan. Yana Abdurrahman ibn Avfning keynida namoz o'qigan. Demak, İsa alayhissalom Muhammad alayhissalomga agishib, Muhammad alayhissalomning shariati bo'yicha hukm qiladigan holatda tushirilganligini oshkorlash uchun Muhammad alayhissalomning ummatidan bir kishining keynida namoz o'qiydi. Andan keyin Mahdi İsa alayhissalomga iqtido qiladi va İsa alayhissalomning qo'shinlari qatorida bo'ladi. 15. Jabir ibn Samura radhiyallohu anhuma rivoyat qilib bundaq deydi: Men dadam bilan birga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kirib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sizlarga 12 xalifa bo'lib o'tganiga qadar bu din islom dini puttirab turdi deganligini angladim. U zotning yana bir narsa deganligini angladim-yu, lekin nima deganligini aniqlay olmadim. Dadamdan o zotning nima deganligini so'rasam, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularning hammasi Qurayshdan bo'ladi dedi, deb javob berdi. Ibn Kasir mundaq degan: Bu hadisda adil 12 imomning borligiga dalil bor. Halbuki ular Shialar da'vo qilayotgan 12 imom emas, ammo biz da'vatgan 12 imom Qurayshlardan bo'ladi. Arqa-arqadan kelib adolatni yurgizadi. 16. Hafsa radhiyallohu anha rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Bir qo'shin Ka'baga hujum qilish uchun chiqib, bir daloga kelganda, ularning o'ttira qismini yer yutadi. Ularning bosh tarafi oxirini chaqirdi. Andan ularning hammasini yer yutadi. Lekin ulardan faqat ularning ahvolini xabar beradigan bir odamni hayot qoladi. 17. Mu'minlarning onasi Ummu Salama radhiyallohu anha rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Bir xalifa o'lganda musulmonlar orasida xalifalik haqida ixtilof chiqadi. Bir odam bu ixtilofdan qochib Madinadan Makkaga keladi. Makkalik kishilar uni majburiy Ka'baga olib chiqib, Hajar Asvad bilan maqomi Ibrohim orasida uningga bay'at qiladi. Andan uningga qarshi Shamdan lashkar avatiladi. Bu lashkar Makka bilan Madina orasidagi bir daloga kelganda yer yutib ketadi. İnsanlar buni ko'rgandan keyin Sham va Iroq ahlidan yaxshi kishilar kelib, maqom Ibrohim bilan Hajar Asvad orasida uningga bay'at qiladi. Keyin tag'illari Kalb jamoatidan bo'lgan Qurayshlik bir odam chiqib, uningga qarshi lashkar avatadi. U ularning ustidan g'alaba qiladi. Kalb jamoatidan olingan bu g'animatdan nasibasini ololmaganlarning holiga voy. U olgan g'animatlarni kishilarga taqsim qilib beradi. Kishilar orasida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnati bo'yicha ish olib boradi. Shuning bilan zaminda islom ahkomlari ijro qilinadi. U kishi 7 yil yoki yana bir rivoyatda 9 yil yashagandan keyin vafot bo'ladi.
musulmonlar uning namozini tushirdi. Mahdi haqida kelgan hadislar shaksiz sahih bo'lib, bu hadislarni 30 sahoba rivoyat qilgan. Imomlar hadis va musnad kitoblarini tuzguvchilar tekshirib bekitgan. Ulamolar hujjat deb qaragan. Hattoki Mahdining chiqadiganligiga ishonish ahli sunna va jamoa aqidasida birlik kelingan masala bo'lib qolgan. İmam Safarini, Şavkani, Muhammed Siddiqxonga o'xshash bir turkum ulamolar Mahdi hadislarini mutavatir degan. O'zini Mahdi deb da'vo qilayotgan kishilar haqida qisqacha bayon. Tarixiy davrlarni, musulmonlarning ittifoqlasholmagan ahvollarini va hukmdorlarning salgan zulmlarini o'ylanganimizda, o'zlarini Mahdi deb da'vo qilsa, kishilar rost Mahdi ekan deb o'ylab qoladigan bir turkum kishilarning maydonga kelganligini uchirtamiz. Masalan, birinchi Rafiziylar o'zining Mahdini kutayotganligini, uning 12 imomning oxirgisi bo'lib, ismining Muhammad ibn Hasan al-Askari ekanligini, uning Hasan ibn Ali radhiyallohu anhumaning avlodidan emas, balki Husayn ibn Ali radhiyallohu anhumaning avlodidan bo'ladiganligini da'vo qilishidi. Bularning qarashicha Mahdi 5 yoshga kirgan yili, ya'ni Hijriya 270-yili, buningdan taxminan 1000 yil ilgari Samarra o'nkirga kirib ketgan bo'lib, u ashu vaqtdan buyon bu lahmada yashab kelyotadi. Zaman oxirida chiqadi. Bular yana Mahdi har qaysi shaharlarda bor bo'lib, kishilarning ahvolini bilib turdi, lekin ko'zlardan g'oyib bo'lg'achqa ko'zlarga ko'rinmaydi deb qaraydi. Ularning bu so'zlari Allohning insonlar orasidagi qonuniyatiga zid keladigan ahmoqlik bo'lib, aqli va naqli jihatdan hech qanday dalil isboti yo'q. Allah o'z dargohida maxluqotlarning eng afzali bo'lgan payg'ambar va elchilarni vafot topqizgan tursa, qandoqsiga Rafiziylar da'vo qilayotgan Mahdini 1000 yildan buyon hayot qoldirib, payg'ambar va elchilarni vafot topqizsin. Uningdan boshqa Mahdining bundoq uzun mazgil hayot holati yushirinib olishining sababi nima? Ummatning navbatdagi ahvoli buningga qattiq ehtiyojli tursa, nima uchun Mahdi chiqib yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'smaydi? İmam İbn Kasir hadislarda tilga ilingan Mahdi Muhammad ibn Abdullah haqida so'z qilib mundaq deydi. Ahli sunniylar da'vatgan Mahdi mashriq shaharlaridan chiqadi. Rafiziylarning nadallari da'vatgan Samarra o'nkiridan chiqmaydi. Rafiziylar uni hozirmi ashu joyda zaman oxirida chiqadi deb kutishidi. Bu alijoqi jalvaqashdir. Shaytonning ahmoq etishidir. Chunki buning na Qur'ondan, na sunnatdan, na sog'lom aqldan hech bir dalil pakiti yo'qdir. Ikkinchi, Abdullah ibn Saba Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu bo'lsa, kutilayotgan Mahdi bo'lib, pat yaqinda dunyoga qaytib keladi deb da'vo qilgan. Uchinchi, Muxtar ibn Ubayd as-Saqafi Hijriya 81-yilda vafot etib ketgan Muhammad ibn Hanafiyani kutilayotgan Mahdi deb da'vo qilgan. Muhammad ibn Hanafiya aslida Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib bo'lib, ibn Hanafiya Bani Hanafiya qabilasiga mansub bo'lgan, onasi Xavla binti Ja'farga mansub qilinib, mushundaq atalgan. To'rtinchi, Kaysaniya firqasi. Bu Ali radhiyallohu anhuning azodgardisi Kaysanining agashkuchilari shakllantirgan Shia firqasidir. Ular o'z imomi Muhammad ibn Hanafiyani barliq ilmlarni biladi deb e'tiqod qiladi va din degan bir kishiga itoat qilish demakdir degan ideya atrofiga uyushgan. Bu xil ideya ularni shariat ahkomlarini muayyan shaxslarga tatbiqlashga olib borgan. Bu firqa Abdullah ibn Muaviya ibn Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib al-Hashimi al-Qurashini Mahdi deb e'tiqod qiladi. 5. Muhammad ibn Abdullah ibn Hasan ibn Ali ibn Abi Talib taxallusi an-nafusu zakiya, pak ruh sahibi. Bu zot intayin taqvodor bo'lib, kunduzlarini ro'za bilan, kechalarini qiyom bilan o'tkazatdi. O'z zamonasida bir qism kishilar uni Mahdi deb da'vo qilib, fitnaga duchor bo'lgan edi. Bu zotning muayyan doirada siyosiy harakatlari va bir bo'lak agashkuchilari bor edi. U ayni vaqtdagi siyosiy vaziyatni isloh qilmoqchi bo'lib, Abbasiylar xalifasi Mansurga qarshi harakat olib borganda, Abbasiylar uningga qarshi 10 ming kishilik zo'r qo'shin bilan jazo yurish qilib, uning harakatini bostirgan edi. 6. Ubaydullah ibn Maymun al-Qaddah. Ubaydullahning buvisi Yahudi bo'lib, u Hijriya 317-yili musulmonlarni qirg'in qilib, Hajarul Aswadni o'g'irlab ketgan qaramitalarning atamanidir. Qaramitalar kufrliqda Yahudi nasoralardan eshib tushadigan toifadir. Ular Misr, Hijoz va Sham zaminlariga hukmronlik qilgan. O'zlarini ahli baytga mansub qiladigan bir nasab nomini o'ydirib chiqargan bo'lib, o'zlarini Fatima radhiyallohu anhaning naslidan deb qaraydi. Bu sababli ular yana Fatimiylar deb atalgan. Qaramitalar Shafi'i mazhabini amaldan qoldirib, mazar xonqohlarni ko'plab salgan. Musulmonlar bu sababli zo'r balo qazolarga mubtalo bo'lgan. Bu toifa ko'rinishda islomni da'vo qilgani bilan amaliyotda barliq dinlardan chiqib ketgan dahriylardir.
Bularning mazhabi atashparast majusiylar va yulduzlarga cho'qing'uchi sabiiylar ta'limotining birikishidan hosil bo'lgandir. Mashhur tarixchi Ibn Kasir rahmatullohi alayh bular haqida mundoq deydi. Fatimiylar 280 yildan ortiq hukm surgan bo'lib, ularning kattibishi Ubaydulloh al-Qadda o'zini Mahdi deb da'vo qilib, Mahdiya shahrini barpo qilgan. 7. Muhammad ibn Abdullah al-Barbari. U Ibn Tumarat nomi bilan mashhur bo'lgan bo'lib, Hijriya 541-yili Mahdiylik da'vosi qilib chiqqan. U o'zini Ali radhiyallohu anhuning jamoatidan deb da'vo qilgan bo'lib, Hasan ibn Ali radhiyallohu anhumaga tutishadigan yolg'on nasabnoma o'ydirib chiqqan. Uning kishilarni aldab o'zining karomatlarini ko'rsatadigan turli hiyla-nayranglari bor edi. Bir qatam u agashkuchilardan bir qancha kishini bir qabrning ichiga yushirib qo'yib, bir to'p kishilarni o'zining karomatini ko'rsatish uchun qabristonlikqa boshlab kelib, "Ey o'liklar, aytinglarchi, men haqiqiy Mahdi emasmi?" deb varqirgan. Qabr ishidagilar uningga javoban, "Shundoq, sen ma'sum Mahdidursan, sen haqiqiy Mahdidursan" degan. U bu hiylasining oshkorlanib ketishidan qo'rqib, o'ziga javob bergan muridlarning ustiga qabrlarni ko'mtirib, ularni o'ldirib o'tgan. 8. Sudanga hukmronlik qilgan Muhammad ibn Abdullah as-Sudani. U so'pi bo'lib zohidligi bilan to'nilgan. 38 yosh vaqtida Mahdiylik da'vosini qilishga boshlagan hamda uningga nurg'un qabila oqsoqollari va huquqdorlar ergashgan. U o'zining Mahdiy ekanligiga shak keltirganlarni Alloh va Allohning rasuliga kofir bo'ldi deganga o'xshash safsatlarni tarqatgan. Gerçi uning nasaralarga qarshi turishda to'hpisi zo'r bo'lgan bo'lsa-mu, lekin u saxta Mahdiylik da'vosi qilganlarning biri xolos. 9. Muhammad ibn Abdullah al-Qahtani. Saudiya Arabiston podshohligining Riyod shahrida tug'ilgan bo'lib, u 1980-yillari o'zini kutilayotgan Mahdi deb da'vo qilgan. Uningga bir bo'lak kishilar bay'at qilgan. Ular o'zlarini haram masjidi orqali qo'g'digan. Bu ish haram fitnasi nomi bilan mashhur bo'lib, bu fitna uning o'lishi bilan oyoqlashgan. Mahdiylik da'vosi qiluvchilarga qarata qanday pozitsiyada bo'lish prinsiplari. Biz cho'qim Mahdi to'g'risida kelgan sahih hadislarni tasdiqlash bilan paloni Mahdi degan hukmimizning orasini yaxshi ayirib olishimiz kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu hadislarni bekordilla deb qo'ymagan, balki bizning haqiqiy Mahdini farqlantirishimiz uchun zarur bo'lgan alomat va belgilarni bayon qilib bergan. Tuvandikilar Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hadislarida bayon qilgan Mahdining bir qism alomatlaridir. 1. Mahdi o'ziga bay'at qilishga chaqirmaydi, balki kishilar u xohlamasimi uningga bay'at qilishidi. 2. Mahdining ismi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ism sharifi bilan o'xshash, ya'ni Muhammad ibn Abdullah bo'ladi. 3. Nasabi Hasan ibn Ali radhiyallohu anhumaga tutishidi. 4. Taqi turqi hadislarda kelgandek peshonasi kang, qangsharliq degandek sifatlarga uyg'un keladi. 5. Mahdi chiqishning shart-sharoitlari. Ma'lum bir xalifaning o'limidan keyin ixtilofning yuz berishi, zaminning jabr zulmga to'lishi, bir xalifaning 3 o'g'lining o'zaro jang qilishi, Mahdining solih, taqvodor, ilmlik va donishmand kishi bo'lishi, Mahdining Makkadan maydoniga kelishi, shundaqla rukni bilan maqomi Ibrohimning o'ttirisida turib bay'at qilinishi. Bir bo'lak kishilarni o'zi yoki ma'lum shaxslarni Mahdi degan tuyg'uga keltirib qo'ydigan sabab zodi nima? Mahdiylikni da'vo qilganlarning ish izlarini mulohaza qilish orqali tuvandagidek yakunga erishamiz. Bu da'voni qilg'uvchilarning bir qismi nom shuhratga va huquq mansabga erishish uchun Mahdiylikni da'vo qilgan. Ular xuddi Ubaydulloh ibn Maymun al-Qadda va ibn Tumaratlarga o'xshash o'zlarida Mahdiylik sifati tepilmasimi o'zlarini Mahdi deb atab olgan. Yana bir qismlar bo'lsa Muhammad ibn Abdullah An-Nafusuz Zakiyaga o'xshash ma'lum sifatlari Mahdining sifatlariga o'xshab ketganlikdan agashkuchilari tarafidan Mahdi deb da'vo qilingan va agashkuchilari ko'paygan. Vaqtning o'tishiga agishib ularning Mahdi emasligi isbotlangan. Yana ba'zilari bo'lsa xuddi Abdullah al-Qahtaniga o'xshash tush bishoratlarining ko'p bo'lishi bilan kishilar orasida mashhur bo'lib Mahdi sanalib qolgan. Tush bishoratlar to'g'risida mulohiza. Tush butun bir ummatning taqdiri haqida hukm chiqarish u yoqda tursin, hatto uningdan xali kichik ishlardami hukm asosi bo'la olmaydi. Bir kuni Qozi Sharik ibn Abdullah hazratlari xalifa Mahdining huzuriga kiribdi va Mahdining o'ziga darg'azabda bo'layotganligini sezibdi. Qozi Sharik xalifaga: "Ey mu'minlarning amiri, nima ish seni bunchalar xafa qildi?" deb so'rabdi. Xalifa uningga: "Tunugun kecha sen tushimga kirib qopsan. Tushimda sen mening to'shkimga dassavatqudaysan. Men bu tushimning ta'birini so'rab edim. Ta'birchi menga sening meni yomon ko'radiganligingni va menga qasd qilayotganligingni aytib berdi" debdi. Bu javobni anglagan Sharik: "Ey mu'minlarning amiri,
Sizning ko'rgan tushlari hargizmi İbrahim alayhissalomning tushi emas. Shundaqla sizlarga ta'bir bergan kishimi Yusuf alayhissalom emasdir debdi. Bu javob qozi sharikning xalifadan iborat bir shaxsga munosabatli tushga bergan raddiyasi bo'lib, butun bir ummatning kelajagiga aloqador bo'lgan zo'r ishlarda sizningcha tushning ahamiyati qanchalik bo'lar? O'g'lini bo'g'izlab tush ko'rgandan keyin o'g'lini bo'g'izlagan dada. Men bir kuni mundaq bir xabarni o'qidim. Afrikada ma'lum bir dada kechida o'g'lini bo'g'izlab tush ko'rib, atisi o'g'lini yotqizib bo'g'izlagan. Bu dada xuddi Alloh taolo Ismoil alayhissalomning o'rniga jannatdan chiqqan qo'chqarni ato qilgandek, o'z o'g'lig'imi katta bir qurbonlikning ato qilinishini kutgan ekan. Bu odamdan bu ish to'g'risida so'ralganda u mundaq javob bergan. Men bu ishni İbrahim alayhissalomning sunnatiga ergashib qildim. Chunki İbrahim alayhissalom o'g'li Ismoilni bo'g'izlab tush ko'rganida mundaq degan edi. Ey o'g'lim, men seni bo'g'izlab qurbonlik qilishga amr qilinib tushyaptiman. Payg'ambarlarning tushi haqiqatdir va ularning ishlari Allohning amri bo'yicha bo'ladi. O'ylab boqqina, sening qanday fikring bor dedi. U aytdi: "Ey ata, nimaga buyurilgan bo'lsang, shuni ijro qilgan. Xudo xolisa meni savr qilg'uchi topsan." Ikkisi Allohning amriga bo'ysundi. İbrahim uni yenicha yatqizdi. Biz uningga: "Ey İbrahim, haliqi tushni ishqa oshirding. Ya'ni tushingda buyurilganni bajo keltirding" deb nido qildik. Biz haqiqatan yaxshi ish qilg'uvchilarni mushundaq mukofotlaymiz. Bu haqiqatan ro'shan sinoqdir. Biz uning o'rniga cho'ng bir qurbonlikni, ya'ni jannatdan chiqqan qo'chqarni berdik. Saffat surasi 101-oyatdan 107-oyatgacha. Mana bu uchiga chiqqan nadonlikdir. Bir nadonning tushini qandaqmi Alloh vahiy qiladigan payg'ambarning tushiga o'xshatqili bo'lsin. Agar yaxshi tush ko'rsangiz, Allohga hamd aytib, tushingizdan xush bishorat eling. Yomon tush ko'rib qolganingizda, Allohga sig'inib, tushingizning yomonligidan panoh tilang. Bunday qilganda, yomon tush sizga hech qanday zarar yetkazolmaydi. Qoida: kimki mahdiylikni da'vo qilsa, ammo uningda Mahdining sifatlari tepilmasa, shundaqla shu zamonda Dajjal chiqmasa, undaqda u qip-qizil yolg'onchidir. Kimki Dajjal chiqmasdan o'zini Maryam o'g'li Isa deb da'vo qiladigan, u ham qip-qizil yolg'onchidir. Mahdini ulug'lashda chekdan oshirib o'tmagan asosda odillik nazari bilan qarash lozim. Mahdi ahli sunna va jamoaning aqidasida musulmonlarning jahonni odillikqa to'ldiradigan imomlardan bir imom bo'lib, u ma'sum, ya'ni barliq gunohlardan pok emasdir. Ba'zi ulamolar Mahdini inkor qilgan bo'lib, bu ulamolardan Ibn Xaldun. Ibn Xaldun rahmatullohi alayh Mahdi masalasida ikkilanib qolgan bo'lib, Mahdi to'g'risidagi hadislarga baho berib mundaq degan: Mahdi to'g'risidagi hadislarning intayin az bir qismlaridan boshqalari tanqiddan xoli bo'lmagan. Muhammad Rashid Rizo rahmatullohi alayh Mahdi to'g'risidagi hadislarga baho berib mundaq deydi: Mahdi to'g'risida kelgan hadislardagi o'zaro zidliq intayin ochiq va kuchli bo'lib, bu vaqtda kelgan rivoyatlarni jamlash bak qiyindir. Aksicha, bu to'g'risidagi shak shubhalar bo'lsa nihoyat ro'shandir. Yuqorqi sabablar tufayli Imom Buxoriy va Imom Muslim bu vaqtdagi hadislarni sahihlarda hisobga olmagan. Ko'plagan ulamolar bu vaqtdagi hadislarni zaif deb qaragan. Ahmad Amin o mundaq deydi: Mahdi to'g'risidagi hadislar yolg'on yovdoq so'zlardan iborat bo'lib, bu hadislar musulmonlarning hayotiga yomon natijalarni elib kelgan. Abdullah ibn Zayd al-Mahmud bu kishi mundaq deydi: Yig'ib aytganda Mahdilik da'vosi buzuq e'tiqod va qip-qizil yolg'onchilik ustiga qurilgan bo'lib, aslida u eg'izdan eg'izga ko'chib yuradigan xurafiy so'z cho'chaklardan iboratdir. Bu vaqtda boshqalarni qo'rqitish maqsadida nurg'unlagan yolg'on yovdoq hadislar o'ydirib chiqarilgan. Muhammad Farid Vajidi u mundaq deydi: Mahdi to'g'risida kelgan hadislarga aql ko'zda qarag'uvchilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni bu xil hadislarni deyishdan pok deb bilishda ko'nglida hech qanday bearomlik his qilmaydi. Chunki bu turdagi hadislarda tarixiy reallikdan ig'ir darajada chatnash, insonlarning hayot qonuniyatini tushunmaslik, Allohning hammaga tunishlik bo'lgan qoida qonuniyatlardan zo'r darajada yiroqlab ketish qatorliq masalalar mavjud. Shu sababdan o'qirmanlar bir qarabla bu hadislarning arab va mag'rib allaridagi xalifalik tamasini qiladigan bir qism da'vatchilarning agashkuchilar tarafidan qasddan o'ydirib chiqarilgan yolg'on hadislar ekanligini his qila oladi. Kitob tahrirotidan izohat. Yaqinqi zamondagi Mahdini inkor qilgan olimlardan yana Imom Hasan al-Banna, Musa Jarulloh, Shayx Abdul Karim al-Xatib, Shayx Muhammad G'azzali, Shayx Yusuf al-Qardavi va Ali Izzat Begovich qatorliqlar bor. Aslida bu bir ixtilofiy masala bo'lib, ahli sunnat olimlarining ko'pchiligi Mahdi haqida kelgan hadislarning bir qismini sahih yoki hasan deb qarab, zamoni oxirida ahli baytdan bir qo'mondan o'tirg'i chiqib, dinni hukmron qilib, adolatni barpo qiladi. Uninga musulmonlar ergashadi. U Mahdi deb atiladi. Orqadan Dajjal chiqadi.
İsa alayhissalom tushib Dajjalni o'ltirdi. Mahdi deb ataladigan bu kishining o'ttirga chiqishiga e'tiqod qilish vojib deb qaragan bo'lsa, az bir qism olimlar bu vaqtda kelgan hadislarni zaif deb qarab, islomda bundaq bir aqida yo'q, zamoni oxirida Mahdining o'ttirga chiqishi aqida yoki amal doirasiga kirmaydi degan. Yana bir qism olimlar Mahdi İsa alayhissalomning dal o'zidir deb qaragan. Shialardagi kutilayotgan Mahdi aqidasi bakla farqli bo'lib, u ahli sunnat qarshida aniq azg'unliqdir. Qandaqla bo'lmasin, Mahdi masalasi falsafaviy va ijtimoiy jihatdan tarixdan buyon salbiy ta'sir qoldirgan va har bir firqa siyosiy g'arazlarini amalga oshirish uchun bir xalos qilg'uchini kutib yetib, amaliy harakat qilmagan yoki Mahdi da'vosini qilib qarshilashquchilar bilan urushgan. Mahdi haqidagi hadislarni inkor qilg'uvchilarning dalillari. Birinchi, Qur'on Karimda Mahdi tilga ilinmagan. Agar Mahdi rostila chiqadigan bo'lsa edi, albatta Alloh taolo Qur'on Karimda bu ishni tilga olgan bo'ladi. Bularga berilgan raddiya shuki, Qur'on Karim qiyomatning barliq alomatlarini tafsiliy bayon qilmagan. Masalan, Dajjalning chiqishi, zaman oxirida yuz beradigan kun tutilish hodisasi qatorliqlar. Bu alomatlar hadislarda bayon qilinib isbotlangan ekan, undaqda ular dindan hisoblanadi. Chunki Alloh taolo o'z payg'ambari haqida mundaq deydi. U o'z nafsi xohishi bo'yicha so'zlamaydi. Najm surasi 3-oyat. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu haqda mundaq deydi. Manga Qur'on va Qur'onning o'qishi uning bilan birga berildi. Ikkinchi, Mahdi to'g'risidagi hadislar sahihaynda kelmagan. Bu qarashga raddiya shuki, sahihayn payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning barliq hadislarini o'z ichiga olmagan. Shundaqla Buxoriy va Muslimdan boshqa muhaqqiq imomlardan sanaladigan muhaddislarmi bor. Bizning sahih hadislarni zaiflardan ayirib oladigan usullarimiz bor. Agar hadis sahihli bo'ladi ekan, uning Sahihul Buxoriy yoki Sahihul Muslimda kelish kelmasligidan qat'iy nazar bu hadisni qabul qilish vojib bo'ladi. Uningdan boshqa biz yuqorida bayon qilib o'tganimizdek, Imom Buxoriy bilan Imom Muslim Mahdi haqidagi hadislarni ismini atamasdan sifatini bayon qilib rivoyat qilgan. Uchinchi, Mahdilik da'vos qilguvchilarga yo'l ochib berishni xohlamaymiz. Bu qarashga raddiya shuki, biz ishlarni shariat o'lchimi bo'yicha o'lchsakla bularga yo'l ochilmaydi. Chunki haqiqiy Mahdining yuqorida bayon qilib o'tganimizdek muayyan sifatlari, shundaqla chiqadigan vaqtining muayyan shart-sharoitlari bor bo'lib, bu shartlarga faqat va faqat birlik kishi loyiq keladi. U bo'lsa-mu haqiqiy Mahdidir. Oxirida deymizki, Mahdiga iymon keltirish, da'vat qilish va amal qilishdan to'xtab tursa bo'ladi deganlikni bildiramdi. Yaxshilik bilan yomonlikning tirkishishi, buzuqchilikning oshkori bo'lib, keng tarqalishi, shundaqla nurg'un ellardagi da'vatning ojizlab qolishiga ergishib, bir qism musulmonlarning ko'nglini umidsizlik va tushkunlik tuyg'usi qoplab oldi. Shu sababdan ular Mahdining chiqib o'zlarini g'albiga yetaklashini umid qiladigan bo'lib qoldi. Bu xil ideyaning ta'sirida musulmonlar amal va da'vatdan to'xtab, amr ma'ruf nahiy munkar qilish, ilm talab qilish va uni tarqitish qatorliq amallardan bo'shanlik qiladigan, hattoki savdo satiq, xizmat va zaminni gullantirish qatorliq ishlarga misol qaraydigan ba'zilar o'z-o'ziga ahvol buningdami jiddiy, bu Mahdi chiqadigan zamondir deydigan holga tushib qoldi. Allohning Mahdi orqali diniga yordam berishi, musulmonlarning yahudilar bilan urushib, ular ustidan g'olib kelishi, musulmonlarning rumliqlar va nasoralar bilan urushib, ular ustidan g'alaba qilishi qatorliq ishlarga va uningdan boshqa qiyomat alomatlaridan xush bishorat beradigan hadislarga qandayroq pozitsiyada bo'lish to'g'risida shariatda yo'l yo'riqlar bor. Biz bu turdagi xush bishoratlarga qarata uning mu'minlarga xushalliq va sabr bag'ishlag'uchi dinimizning Alloh taolo tarafidan qo'g'diladigan va yordam beriladiganligiga bishorat ekanligini, lekin bizning shuniga mos holda shariat buyurgan diniga yordam berish, musulmon diyorlarini qo'g'dash, Alloh yo'lida jihad qilish, islom tug'ini lapildatish qatorliq amallar uchun kurash qilishimizning zarurligini tunib yetishimiz kerak. Biz Nusratning hech qanday tirishchilik ko'rsatmasakmi, osmondan tuyuqsizlik tushishini yoki zamindan chiqishini kutib o'ltirmasligimiz kerak. Bu davrda biz musulmonlar Yahudilar bilan jang qilish, kofir va nasara bosqinchilarini musulmon diyorlaridan qo'g'lab chiqarish uchun puxta tayyorlik ko'rishimiz lozim. Hargizmi Mahdining chiqib bizni g'albiga yetaklashini kutib, xor bo'lib o'ltirmasligimiz, balki ittifoqlashib dinimizni qo'g'dishimiz, agar haqiqiy Mahdi dunyoga kelsa, uningga hamdam bo'lishimiz lozimdir. Sajiya Islom tadqiqot markazi